Mana bizning ishimiz shopirchilik. Men shef. Lozimjon. Mana bu Mazda. Вообще katta mashinada ketyapmiz. Mana kichkina bo'lib qolyapti. Oldimizda mashinalar. Lozim. Shopir. Men konduktor. Ana pul yig'ib yuraman. Ana qilib ishni qilib yuribmiz. Mashinamiz arkasi shalamda. Katta yuklar tashiymiz ana. Arkada ko'rinib qolyapti. Afsus. Avvali bajoj yuklayapmiz. Ha, hozir prosta bajoj yuklayapmiz. Bu ham 60 tonnalik. Nimanikida? Foizniki. Ko'rdingizmi uni anaqa cho'nnilar yurib cho'nnilar. Oo, ana mostlar. Ash mostlar kech payt ochiladi. Aleksandr Nevskiy most. Probka. Qopqo degan.